Har kuni iste'mol qiladigan kungaboqar va paxta yog'idan noto'g'ri foydalanish o'ta yomon oqibatlarga olib kelishini bilasizmi? Biz har doim kungaboqar va paxta yog'idan ovqat, tuxum va boshqa taomlar tayyorlaganda qozon tagida ortib qolgan yog' qolib ketadi. Bu qolib ketgan yog'dan biz yana boshqa ovqat pishirishda yoki tuxum qovurishda foydalanamiz. Bu katta xato hisoblanadi. Yog'ni 2 marta qayta ishlatish bu organizm uchun zahar bo'lib hisoblanadi. Bular quyidagi holatlarni keltirib chiqaradi. Qayta ishlatilgan yog' kanserogen modda hisoblanib, saraton kasalliklarini keltirib chiqarishi mumkin. Organizm zaharlanadi, sababi 2-3 marta qaytadan foydalanilgan yog' tarkibida foydali moddalar chiqib ketib bo'ladi. Asab tizimi zararlanishi kuzatiladi. Bu sizga birdaniga bilinmaydi, lekin sekin-sekin bosh og'rig'i va nerv tizimi zararlanishi kuzatiladi. Me'da ichak tizimida yara va gastrit holatlari kuzatilishi mumkin. Yurak kasalliklari mavjud holatlarda ularni faoliyatini buzadi va modda almashinuvini buzadi. Ayniqsa, jigarimizga salbiy ta'sir kuchayadi. Qon tomirlarida tiqin hosil bo'lishni asta-sekinlik bilan kuchaytiradi. Qayta ishlatilgan yog' ko'rish va teri salomatligiga ham salbiy ta'sir qiladi. Tibbiyot 103 rasmiy kanalimizga obuna bo'ling.